AQSh harbiy havo kuchlarining S-17A Globemaster 3 va MS-130 Super Hercules harbiy transport samolyotlari Turkmanistonning noma'lum hududiga qo'ndi. Bu haqda Turkmaniston Xronikasi nashri xabar berdi. AQSh harbiy samolyotlarining Turkmanistonga joylashtirilishi haqidagi xabar 2026-yil fevral oyi oxirida paydo bo'lgan edi. Bungacha joriy yilning yanvar oyi oxirida Ashxobodda Amerika delegatsiyasi bilan bir qator yuqori darajadagi va idoralararo uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Washington Post gazetasining harbiy manbalari kuchlarni, jumladan havodan zarba beruvchi Abraham Lincoln guruhini Yaqin Sharqqa tashlayotganini va havo kuchlarini kuchaytirish hozirda davom etayotganini tasdiqlashdi. AQSh qurollarining Turkmanistonda paydo bo'lishi esa Amerika Eronni har tomondan o'rab olayotganini yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda bu amerikaliklarga Eronga turli bosim o'tkazish ssenariylari uchun operatsion salohiyat berish kerak. Og'ir samolyotlarning Turkmanistonda joylashtirilishi avval kutilgandan ko'ra kengroq ko'lamli operatsiyaga tayyorgarlik vazifasini o'tashi mumkin. Amerikaliklar Turkmanistondan Eronga orqa tomondan zarba berish uchun foydalanishlari mumkin. Turkmaniston rasman neytral mamlakat, ammo diktator Berdimuhamedov rejimi Amerika manfaatlariga xizmat qilishga tayyor. Amerikaning mag'lubiyatining siri boshqa davlatlar u bilan ittifoq tuzmasliklarida, uning tajovuzkorligi va qo'rqitishlarga qarshi jim turmasliklarida, balki unga to'liq qat'iyat bilan qarshi turishlarida, unga hech qanday harbiy bazalar bermasliklarida va uning yo'lini hech qanday tarzda osonlashtirmasliklaridadir. Shu tariqa uni boshqa davlatlar kabi muomala qilinadigan, hukmronligi va ta'siri faqat o'z hududi chegaralari bilan cheklangan davlatga aylantirish kerak. Allohning irodasi bilan yaqin kelajakda o'rnatiladigan ikkinchi Roshid xalifaligidan boshqa hech bir davlat bu vazifani bajara olmaydi.